ahvolim yetib turibdi, nima bo'lganda. Arzimayman mana shu bitta mana shu datchi, nari borsa 10 minut vaqt ketadi. 1 soatdan beri shu yerda ishlayapman-da. Shuning uchun bilmoqchiman, santexnik okalar, ozgina kallan ishlatinglar. Mana bu narsa nakinnodan xasta turish kerak. Negaki, любой время, misol uchun avariyni holati bo'lsa, nimani hal qiladi bu-da? Misol uchun mana hozir, или bu remont paytida обязательно nakinno yechilyapti, nakinnodan keyin kran yechilyapti. Bu noto'g'ri narsa-da. Shart emas bunaqa narsalar qilib va u yoq, undan ko'ra ishni normalni qilinglar. Mana bu narsadan ko'ra mana bu narsa joy-joyida bo'lsa, shu kerak bizga. Sababi uyga egalari ham lishni расход qilishadi. Negaki hech kim hech qachon o'sha stavka bo'yicha ishlamaydi bunaqa noqulay joyda. Sababi shu umidli narsa 1 soatga boryapti. Shunga imkon qadar mana shu narsani o'rnatayotganda ertangi hisobini ham olinglar. Servis xodimi kelib mana shu yerda bemalol ishlashga mana hozir mana shu joyda shurplari ham bor edi. Mana shu joyda misol atverkada ishlab bo'lmadi-da. Gaz cho'chik turibdi. Turbalar turibdi gaz. Shunga iltimos, shu narsaga e'tibor beringlar. Har bir narsa o'rnatilayotganda o'zini joy-joyiga o'rnatilishi kerak. Sog' bo'linglar.